So'nggi yillarda O'zbekiston bank sektori barqaror rivojlanish tendensiyasini namoyon etmoqda. 2024-yil yakunlariga ko'ra tijorat tashkilotlarining jami aktivlari 769 trillion so'mni tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 4,6 baravarga o'sgan. Depozit qo'yilmalari qoldig'i esa 5,2 baravar ortib, 308,7 trillion so'mni tashkil etgan. Bundan tashqari, mamlakatimiz moliya institutlari faoliyatida raqamlashtirish, korporativ boshqaruv va risklarni boshqarish sohalarida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Umuman olganda, so'nggi yillarda chuqur transformatsion o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan bank moliya tizimida iqtisodiy jihatdan tahlil etishga arzigulik natijalar talaygina. Navbatdagi sharhimizda ular xususida batafsil so'z yuritiladi. O'zbekiston bank moliya tizimida so'nggi 8 yil ayniqsa katta sakrash davri bo'ldi. Valyuta bozori erkinlashtirildi, inflyatsiyani nazorat qilish tizimi joriy etildi, pul muomalasi va to'lov tizimlari raqamlashtirildi. Ayni kunda mamlakatimizda 36 ta tijorat banklari faoliyat yuritmoqda va ularning 9 tasi davlat ulushiga ega. Oxirgi 7 yilda mazkur banklarning jami aktivlari 4,6 baravarga oshgan va 769 trillion so'mni tashkil qilgan. Shu bilan birgalikda jami banklarning majburiyatlari 4,5 baravarga oshgan, kapitali 5,5 baravarga, jalb qilingan depozitlar 5,2 baravarga oshib, 24-yil oxirgi holatiga 308,7 trillion so'm tashkil qilgan. Aholi va iqtisodiyotga ajratilgan kreditlar qoldig'i esa 533,1 trillion tashkil etib, 2017-yilgi ko'rsatkichlardan 4,8 baravarga oshgan. Bank tizimining jami aktivlari 2017-yilda respublika yalpi ichki mahsulotining 42,3% tashkil qilgan bo'lsa, 25-yil 1-yanvar holatiga esa ushbu ko'rsatkich 53% gacha ko'tarilgan. Ekspertlar fikricha, aktiv va majburiyatlarning o'sishi bank tizimining barqarorligini mustahkamlamoqda. Kapital hajmining sezilarli ko'payishi esa sohadagi investitsiya imkoniyatlarini yanada oshirgan. Bank sektori tomonidan iqtisodiyotga ajratilayotgan kreditlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, oxirgi 7 yilda o'sib borish tendensiyasiga ega. Misol qilib aytadigan bo'lsak, sanoat tarmog'iga ajratilgan kreditlar qoldig'i oxirgi 7 yilda 3,4 baravarga oshgan. Shu bilan birgalikda qurilishda 3,8 baravarga oshgan, qishloq xo'jaligida 10,7 baravar tashkil qilgan, transport va kommunikatsiya xizmatlarida 2 baravarga oshgan va savdoda esa ushbu ko'rsatkich 7,3 baravarni tashkil etgan. Tarmoqlar kesimida bunday o'sish iqtisodiyotda yangi loyihalarning paydo bo'lishi, aholi farovonligi va tadbirkorlik faoliyatining oshishiga xizmat qilmoqda. Tahlillarga ko'ra, so'nggi 8 yilda ipoteka, ta'lim kreditlari va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha moliyaviy resurslarga talab sezilarli darajada ortgan. Buni agar sohalar kesimida qaraydigan bo'lsak, ipoteka kreditlari 1,9 baravarga oshgan, ta'lim kreditlari 20 baravarga oshgan, tadbirkorlik uchun ajratilgan kreditlar esa 1,7 baravarga oshgan. Bugungi kunda raqamli bank xizmatlari aholi kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Eng muhimi, xizmatlar tezlashdi, ommalashdi va eng chekka hududlarga yetib bormoqda. Mutaxassislar fikricha, bu orqali aholining bank xizmatlari bilan qamrab olinish darajasi bir necha barobar oshgan. Kredit tashkilotlari 2017-yilda 104 dan tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 229 dan, ya'ni 2,2 baravarga o'sishini qayd etdi. Shu bilan birgalikda masofaviy bank xizmatlari foydalanuvchilari soni 4,5 baravarga oshgan bo'lsa, emissiya qilingan bank plastik kartalari miqdori 2024-yilga kelib 53,5 million donani tashkil qilgan. Bu 2017-yilgi ko'rsatkichga nisbatan 2,8 baravarga oshganini ko'rsatmoqda. Bankomat va infokioskalarning soni 5,3 baravarga oshgan va moliyaviy xizmatlarning demak yillik hajmi 2024-yilning oxiriga kelib 135 trillion so'mni tashkil qilgan. Bu 2017-yilga nisbatan 9,1 barobarga o'sganini ko'rsatmoqda. So'nggi 8 yillik islohotlar bank tizimini nafaqat modernizatsiya qildi, balki iqtisodiy taraqqiyotning kuchli drayveriga aylantirdi. Oldinda esa yana ulkan vazifalar, bir qator davlat banklarini xususiylashtirish, raqamli bank xizmatlarini yangi bosqichga olib chiqish va moliya bozorida sog'lom raqobatni kuchaytirish turibdi. Bu vazifalar ijrosi esa mamlakatimizning moliyaviy quvvatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.